Assalomu alaykum. Onlayn darsga xush kelibsizlar. Bugungi darsligimizda multi-level part 3, ya'ni Maths Headingni ko'rib chiqamiz. Ushbu partimiz kandidatlarimizga juda qiyinchilik tug'diradi. Shu sababli shu darsda o'sha taktikalarni o'rgatishni niyat qildik. Unda boshladik. Demak, bizada odatda heading bo'ladi bu yoqda. Headinglar list of headings va bu yoqda paragraflar beriladi. Mana shu paragraflarga tepadagi headinglarni joylashimiz kerak bo'ladi va bizda ortiqcha variant bo'ladi. Hozirgi кейsimizda demak bizda 6 ta paragraf, tepada esa 9 ta heading turibdi. Va bu yoqda bizda headinglar o'zi berilgan. Qilishimiz kerak bo'lgan ish headingni o'qish va umumiy ma'nosi, ya'ni tarjima qilib turib tekstda nima haqida, o'sha paragrafda nima haqida ketayotganidan kelib chiqib turib, bu yoqqa mana bulardan o'sha to'g'ri kelayotganini tanlash kerak bo'ladi. Endi hop tiplarga o'tamiz, ya'ni yechish stillari, ya'ni yechish usullarida nimalarga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Birinchi e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa bu urg'uli so'z hisoblanadi. Urg'uli so'z. Urg'uli so'zimiz nima degani? Bu tekst ichida o'sha 2-3 marta yoki undan ortiq marta ishlatilgan so'z bo'ladi. Va bu o'sha paragrafda asosiy ildiz so'zi hisoblanadi. Hamma bo'ladigan voqea hodisalar именно o'sha so'zga bog'langan bo'ladi. Xo'p, ikkinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa bu sinonim, ya'ni bu asosiy narsa. Bu o'sha levelda talab qiladi. Ya'ni bizda o'sha bu tekstimiz odatda B2 va C1 level atrofida bo'ladi. Va bu albatta sinonimni bilishni talab qiladi bizdan. Keyingisi bu yerda general meaning. General meaning, ya'ni paragrafimizda umumiy ma'nosi nima haqida ketayotganligini tushunish. Va bu uchala usul o'sha har xilcha paragraflarda ishlatilishi mumkin. Misol uchun qaysidir paragrafda urg'uli so'z bilan topish mumkin, aksariyatini esa sinonim bilan yoki qaysilardir umumiy ma'no bilan topishimizga to'g'ri keladi. Va bu yerda xo'p bizda nima o'quvchilarda bu trap bor, ya'ni o'sha qopqon bor. Qopqon odatda bizga ikkita o'xshash paragrafni berib qo'yadi. O'xshash paragraf, o'xshash heading deylik, to'g'ri. O'xshash heading. Bu o'xshash heading deganda nimani nazarda tutmoqchimiz? Misol uchun aytaylik, paragrafda ichida qaysidir so'zni oladidagini mana bu joyda berib qo'yadi. Va bola odatda bu yerda so'zga ushlanib qoladidagini, o'sha so'z bormi deydi. Misol uchun mana bu so'z bormi? Bu yoqda deydi. O'sha demak to'g'ri javob deb o'ylaydidagini, o'shanga adashib ketadi. Demak, bu trapga tushmasligimiz kerak ekan. Demak, mana shu narsani yodda tutishimiz kerak. Xo'p. Trap o'sha o'xshash bo'lgan heading, ya'ni o'sha paragrafda ichidan olingan so'zga tushib qolmaslik kerak. Xo'p, ketdik endi yechishda boshlaymiz. Birinchisi mana A paragrafdan boshlaymiz. Tarjima qilib yechib ko'ramiz. In China, the issue of paper money became common about AD 960 onwards, and there's been occasional issues long before that deyapti. Demak, Xitoyda deyapti, qog'oz pulni ishlab chiqarish. Mana bu ishlab chiqarilishi degani bosmadan chiqishi degani ko'pchilik muammo deb o'ylash mumkin. Demak, qog'oz pullarni bosmadan chiqishi demak 960-yilda va undan keyingi davrda ko'payib ketgan ekan. Lekin undan oldingi davrda ham ba'zi bir issuelar bo'lgan ekan, ya'ni ba'zi bir chiqishlar bo'lgan ekan. A motive was one such an early issue in the reign of Emperor Heng Tsung, 806-821 deyapti, was a shortage of copper for making coin deyapti. Demak, ushbu dastlabki bosma uchun, ya'ni o'sha qog'oz pulni bosib chiqarish uchun motiv, ya'ni sabab deyapti. Imperator Han Tsung davrida, ya'ni 806-821-yilda deyapti, mis, ya'ni tanga ishlab chiqarish uchun misni yetishmovchiligi sabab bo'lgan ekan. Demak, shortage of degani yetishmovchilik, kamchilik degan ma'noni anglatadi. Xo'p, endi a drain of currency from China partly to buy off potential invaders from the north, leading to greater reliance on paper money, with the result by 1020 the quantity issued was excessive, causing inflation.
Xo'p, demak, Xitoyda qog'oz pulni qurishi, ya'ni chiqib ketishi deyapti. Qisman deyapti, o'sha shimol tomondagi bosqinchilarga pul to'lash orqali bo'lgan ekan va bu esa deyapti, qog'oz pulga o'sha reliance'ni oshiryapti ekan, ya'ni o'sha nima deydi? Должностьda, ya'ni berilib qolish, ya'ni o'sha tayanib qolishni oshiryapti ekan va bu esa 2020-yilga kelib turib o'sha ishlab chiqarilgan, ya'ni bosmadan chiqqan qog'oz pullarni sonini nihoyatda oshiryapti degan, excessive degan me'yordan o'tib ketdi degan. Va bu esa inflyatsiyani keltirib chiqardi. Keyingi davrda esa yana shunaqa bir giperinflyatsiyalar bo'libdi va 1955-yildan keyin deyapti, o'sha Xitoyda 500 yillik qog'oz puldan foydalanish voz kechildi degan, bandan degan voz kechish. Xo'p, endi paragrafda yana bir qaytadan ko'ramiz. Xitoyda dastlabki qog'oz pul 960 da boshlangan, undan oldin ham bo'lgan ekan. Asosiy sabab o'sha mis tangalarni yetishmovchiligi, ya'ni tanga ishlab chiqarishda misni kamligi bo'lgan ekan. Keyinchalik paper currencyga reliance bo'lib qolibdi ekan, natijada ko'p ishlab chiqarilibdi, inflyatsiya bo'libdi, keyingi asrda yana giperinflyatsiyalar bo'lib turib 1955-yilda muomaladan chiqib ketibdi ekan. Demak, ushbu paragrafimizda asosiy core idea, ya'ni asosiy so'z bizada paper money haqida ketdi, to'g'rimi? Bu yerda demak bitta urg'u berildi, to'g'rimi? Xo'p, keyingi joyda yana bizada aytyapti, tak, xo'p. Demak, mana bu joyda yana o'sha so'zni qaytarib ishlatyapti, paper money so'zini, va keyingi o'rinda yana mana bu joyda paper money so'zini qayta-qayta ishlatyapti. Demak, asosiy paragraf paper moneyga aloqador hodisa haqida ketdi. Endi kelaylik variantlarga qarab ko'ramiz. Xo'p, bills of exchange precede paper money deyapti. Demak, bizda mana bu kulchoy so'z, tekst ichida paper money haqida so'z turibdi, lekin bizda hozirgi кейsimizda bills of exchange haqida gap ketmadi. Demak, birinchi paragraf bir to'g'ri kelmas ekan. The English Civil War, Angliyada fuqarolar urushi. Fuqarolar urushi haqida umumimizga to'g'ri kelmaydi. Keyingisi Advent of Gold Standard, oltin standartini o'rnatilishi. Yo'q, bu ham to'g'ri kelmaydi. Knights Templar, demak, templierlik ritsarlar, bu ham to'g'ri kelmaydi, ritsarlik haqida gapirilmaydi. Keyingisi recurrence of paper currency, demak, mana qog'oz pulni qayta muomalaga kirishi. Xo'p, bu yerda qog'oz pul bor ekan. Demak, bu variantga ham to'xtaymiz. Keyingisi bankerlar o'rnida o'sha zargarlar deyapti. Ya'ni zargarlar banker vazifasini bajarganda deyapti. Keyingisi mis tangalarni yetishmovchiligi, Virginia pul birligi va ushlab bo'lmaydigan pul deb aytyapti. Endi qaraydigan bo'lsak, mana bu chiqib ketdi, chunki bills of exchange haqida aytilmadi bizda. Billlar haqida aytilmadi, lekin paper money haqida aytildi. Demak, bills of exchange yo'qligi hisobiga chiqib ketdi. Xo'p, 5 ga qaraydigan bo'lsak, paper currency'ni qayta-qayta muomalaga kirilishi haqida umumiy meaning berildi. Demak, 5 ta ushlab turamiz va bizda e'tibor bergan bo'lsak, mana bu narsa ham aytib o'tildi, scarcity of copper coin. Mana bu joyda bizda sinonim sifatida berilyapti. Demak, copper coin'da o'sha tanga ishlab chiqarishda copper coin'da yetishmovchiligi degan ideya berilyapti. Lekin qaraydigan bo'lsak, endi bizda mana bu narsa boya aytganimizda trap bo'lyapti, bu yerda tuzoq bo'lyapti shunchaki. Nimaga tuzoq bo'lyapti? Ushbu paragrafda to'g'ri sinonim qilib bo'lsa ham mis tangalarni yetishmovchiligi haqida gap ketdi, to'g'ri, mis yetishmovchiligi haqida gap ketdi, lekin butun boshli paragraf u haqida ketmadi. Shuning uchun bizda mana bu variant chiqib ketar ekan. Bu variantni ustidan urib qo'yamiz. Xo'p, demak, mana shu edi. Demak, bu variant bizga umuman to'g'ri kelmaydi, chunki bu paragrafda misli yetishmovchilik haqida umuman gap bo'lmadi, balki qog'oz pul haqida aslida gap ketdi va recurrence deyapti. Bu qayta muomalaga kirib chiqarish degani. Demak, o'sha to'g'ri javob 1 ga 5 bo'lar ekan. Qog'oz pulda o'sha muomalaga kirib chiqishi. Xo'p, demak, ana shu aytganimizda asosiy core so'zga urg'u berish kerak ekan. Endi ketdik B-ga o'tamiz. With the revival banking in Western Europe stimulated by the Crusaders, written instructions in the form of bills of exchange came to be used as a means of transferring large sums of money, and the Knights Templar and Hospitaller functioned as bankers. It's impossible that the Arabs may have used bills of exchange at much earlier date, perhaps early as the 8th century.
The use of paper as currency came much later deyapti. Endi bu yerda tarjima qilib ko'ramiz. G'arbiy Yevropada banklarni gullab yashnashi deyapti. Asosan o'sha salib yurishlardan sodir bo'lgan ekan, salib yurishlardan ilhomlanib ekan. O'sha paytda deyapti, bizada o'sha bills of exchange degan o'sha cheklar chek shaklida deyapti yozma instruksiyalar berilgan ekan va bular katta summalarda deyapti tashishda foydalanilgan ekan. O'sha paytda Templier va Gospitalier degan ritsarlik ordenlari esa bankir vazifasini bajargan ekan va arablar deyapti bundan ancha vaqt oldin deyapti bunaqa usuldan, ya'ni o'sha chek tizimidan foydalangan, xususan 8-asrda deb qasdchada ma'lumot berib ketyapti va qog'oz pullar foydalanishi esa ancha keyin sodir bo'lgan ekan. Xo'p, demak bu yerda asosiy bills of exchange haqida aytildi va bu yerda bizada variantlarga qaraydigan bo'lsa bills of exchange berildi va shuningdek Knights Templar degan so'z bor, bu ham berildi. Mana bu yerda Knights Templar ham berildi. Endi qaraydigan bo'lsak, ushbu paragraf asnoviy nima haqida ketdi? Bankda boshlanishidan oldin demak bills of exchange bo'lgan ekan. Buni o'sha katta summalarda o'tkazishda ishlatgan ekan. Templierlar bilan Gospitallierlar imенно shu bankir vazifasini bajargan ekan. Arablarda esa bills of exchange ancha oldin paydo bo'lgan ekan va bu yoqda aytyapti qog'oz pul esa paper currency esa undan keyin paydo bo'ldi deb urg'u berib ketyapti. Endi mana bu joyda bizda Knights Templar so'z turibdi. Ko'pchilik adashib turib, mana shu so'zni o'zi turibdi-yu deydi tagini. 4 ga ikkilanib qoladi va mana bunda bills of exchange so'zi ham turibdi, to'g'rimi? Mana bunga ham ikkilanib qoladi. Qaysi birini olsam ekan deb juda qattiq o'ylanib qoladi. Mana shunday case'da qaranglar nima qilish kerak? Savol berish kerak. Menga o'sha Knights Templarni olishim uchun u haqda batafsil yetarlicha ma'lumot bo'ldimi? Ya'ni u kim, nima qilgan, qayerda bo'lgan, nima sababdan bo'lgan degan savollarni izlashga harakat qilinglar. Demak, u savollarga javob yo'qmi? Knights Templar haqida yoki o'shanaqa variantlarda u xato bo'lib ketadi. Hozirgi case'da ham Knights Templar haqida bizga to'liq ma'lumot yo'q. Faqatgina ularda o'sha bills of exchange paydo bo'lgan paytda shunchaki bankir vazifasini bajarganligi haqida gap ketyapti. Va bu yerda faqat o'zi Templierlar o'zi emas, balki Gospitallierlar ham qatnashgan ekan. Ya'ni bizda ma'lumot yetarli emas Knights Templarni olishga. Demak, mana bu ham bizda hozirgi case'da xato variant hisoblanar ekan va bu ham chiqib ketadi o'yindan variantlar ichida. Endi bizda to'g'ri javob bills of exchange precede paper money bo'lar ekan. Ya'ni cheklar deyapti qog'oz puldan oldin paydo bo'lgan. Precede degan oldin paydo bo'lgan degan. Demak, 2 ga to'g'ri javobimiz 1 bo'lar ekan. Xo'p, demak kichik harflarda yozaylik. 1 bo'lar ekan. Endi C ga o'tamiz. Xo'p, ketdik. During the English Civil War, demak o'sha 1642-651-yilda goldsmith safes were secure places for deposits of jewels, bullions and coins. Instruction to goldsmiths to pay money to another customer subsequently developed into check or check in American spelling. Similarly, goldsmith receipts were used not only for withdrawing deposits but also as evidence of ability to pay and by about 1660 these had developed into banknote deyapti. Xo'p, endi bu yerda asosiy nima ketdi? Angliyada fuqarolar urushi davrida 1642-1651-yillarda zargarlarning seyflari, goldsmith degan zargarlarning seyflari deyapti, o'sha juda ham xavfsiz joy bo'lgan ekan. O'sha taqinchoqlar, o'sha orderlar va tangalarni saqlab qo'yish uchun deyapti. O'sha zargarlarga beriladigan instruksiyalar deyapti, zargarlar tomonidan berilgan instruksiyalar deyapti, bir mijozdan boshqasiga to'lov sifatida foydalangan va keyinchalik bu narsa chekka aylangan deyapti. Amerikachada esa chek deb ataladi deyapti. Xuddi shunday deyapti, zargarlarda kvitansiyalari deyapti, receipts degan kvitansiya. Nafaqat deyapti o'sha depozitlarni yechib olish uchun deyapti, balki deyapti 1660-yillar atrofida deyapti
to'lash o'sha to'lov qobiliyati borligini ham ko'rsatib beradi. Faqat pul yechishda emas, balki to'lashda ham ishlatilgan ekan deyapti. Va bu esa 1666-yilga kelib turib banknotni paydo bo'lishiga, ya'ni qog'oz pulni paydo bo'lishiga olib kelgan ekan. Endi bu yerda основной qaraydigan bo'lsak, variantda bizda The English Civil War turibdi. Demak, bu yerda qaraydigan bo'lsak, English Civil War turibdi. Xo'p, va bu yerda bizda Goldsmith haqida gap ketdi. Goldsmith and the Role of Bankers. Demak, bizda ikkita variant chalkash keltiryapti. Yana boyagi vaziyat, ikkilanish vaziyatiga tushib qolamiz. Endi qaranglar. Agar Angliyada fuqarolar urushini oladigan bo'lsak, bizda yetarlicha ma'lumot bo'lyaptimi? Angliyada fuqarolar urushi bu o'tgan yillar bo'ldi, to'g'ri, 642, o'sha 651-yillar ekan. Lekin bizda ma'lumot yetarli emas. Unda qancha odam o'ldi, nima uchun bo'ldi, nima sababli tugadi, ya'ni batafsil ma'lumot yo'q. Shu uchun bizda o'sha 2 chiqib ketar ekan, xato bo'lib. Ya'ni bizda faqat boshlanib tugadi, lekin nimadan kelib chiqdi, nima batafsil ma'lumotlar yoritib berolmayapti shu paragrafda, shu uchun chiqib ketyapti. Va endi to'g'ri javob sifatida bizda Goldsmith and the Role of Bankers degan variant qolyapti, chunki o'sha fuqarolik urushi yillarida Goldsmithlarda o'sha seyflari xavfsiz bo'lgan ekan, ular resitlar, ya'ni kvitansiya yozib bergan ekan va bular pul yechib olishda va pulga to'lashda, ya'ni biron xizmatlarga to'lashda ishlatilgan ekan. Demak, Goldsmithlar banker vazifasida degan variantimiz C ga tushar ekan. Demak, C ga 6 bo'lar ekan. Hop, davom etamiz. Keyingisi D ga o'tamiz. In the England's American colonies, as a chronic shortage of official coins led to various substitutes being used as money, including in Virginia, tobacco leading to development of paper money by a different route. Tobacco leaves have drawbacks as currency and consequently certificates attesting to the quality of tobacco deposited in public warehouse came to be used as money, and 1727 were made legal tender debdi. Hop, Angliyani Amerika koloniyalarida deyapti, rasmiy tangalarda doimiy yetishmovchiligi deyapti, turli xil narsalardan deyapti, pul sifatida foydalanishga sabab bo'lgan ekan. Xususan Virginiyada deyapti. Ya'ni bu yerda tabako, o'sha sigaretni nimasi. Tabako deyapti, turli xil yo'l orqali deyapti, paper moneyni rivojlanishiga zamin yaratgan ekan. Ya'ni qog'oz pul shakllanishiga zamin yaratgan ekan. Tabako barglarini deyapti va o'sha valyuta sifatida ishlatishda minus tomonlari bo'lgan ekan va natijada esa sifat nazorati joriy qilingan ekan va tabakoni sifati deyapti kvantiteti uzr. Tabakolar o'sha nimasi katta qismi o'sha jamoat omborxonalarida depozit qilingan ekan, saqlangan ekan va mana shu narsa 1727-yilga kelib turib qonuniy to'lov vositasi sifatida foydalana boshlabdi yoki o'sha pul sifatida. Va bu yerda legal tender degani qonuniy to'lov vositasi. Hop, va endi bu yerda nima haqida ketdi? Asosan Virginiyada nimadan to'lov sifatida foydalanganligi haqida ketdi. Endi variantlarga qaraydigan bo'lsak, hop, oltin standarti yo'q. Bizda bu variantlar chiqib ketdi. Demak, bitta 8 qolyapti Virginiya pul birligi. Demak, bu oddiygina ekan. Hop, demak, umid qilamizki tushunarli bo'lyapti. Keyingisiga o'tamiz. All the paper money obviously had no intrinsic value. Its acceptability originally depend on being backed by some commodity, especially normally precious metals. During the Napoleonic Wars, convertibility of the Bank of English notes was suspended, and there was some inflations, which although quite mild compared to that which had occurred in other words, was worrying to contemporary observers who were used to stable prices, and in accordance with the recommendation of official inquiry, British adopted the gold standard for the pound in 1816. Hop, demak, garchi qog'oz pul deyapti, o'zi nima deydi, intrinsic value degan bir haqiqiy qiymatga ega emas deyapti. Haqiqiy bir ushlab ko'rsa bo'ladigan qiymatga ega emas deyapti. Ya'ni uni o'sha acceptability'si, ya'ni uni qabul qilinishi deyapti, odatda deyapti, uni orqasida turadigan commodity, ya'ni o'sha narsaga bog'liq ekan.
Bular bo'lishi mumkin. Misol uchun deyapti, qimmatbaho metal deyapti. Ya'ni bu commodity qimmatbaho metal bo'ladi deyapti. Misol uchun, informatsiya sifatida aytib o'tamiz. O'sha 1816-yil va undan oldin va keyingi davrda o'sha valyuta orqasida oltin turgan. 44-yildan boshlab o'sha narsa bekor qilingan. Ikkinchi jahon urushida. Xo'p, Napoleon urush paytida deyapti, Angliya banklarini o'sha konversiyasi deyapti to'xtab qoldi. Suspended degan to'xtatildi. Va bu esa inflyatsiyaga olib kelibdi. Garchi deyapti, bu o'sha qolgan urushlar davrida sodir bo'lgan inflyatsiyaga qaraganda mutadirroq bo'lsa-da deyapti, bu zamonaviy tadqiqotchilar uchun juda xatarli ko'ringan ekan. Chunki o'sha paytda ular stabilniy narxlardan foydalangan ekan. Xo'p, o'sha rasmiy so'rovnomalarga ko'ra deyapti, Britaniya 1816-yilda funt uchun oltin standartini qabul qilgan ekan. Bizda oltin standarti haqida gap ketdi. Xo'p, demak, bizda 3 ta Advent of Gold Standard berilyapti, to'g'rimi? Demak, ga javobimiz 3 bo'lar ekan, oltin standarti. Va oxirgi paragrafga keldik. The brick with the precious metals help to make money a more elusive entity. Like elusive entity. Bizda kuluvchi so'z. Another trend in the same direction with growing interest in the form of electronic money. Demak, electronic money. Yana bitta kuluvchi so'z. Demak, bo'ldi. Xo'p, endi. Xo'p, qimmatbaho metallardan uzoqlashish yoki ayrilish deyapti, pullarni deyapti, endi ushlab bo'lmaydigan birlikka aylantirdi deyapti. Va xuddi shu yo'nalishda yana bitta trend deyapti, bu 1990-yildan boshlab va keyingi davrda deyapti, elektron pul shakliga qiziqishni ortishi orqali bo'libdi ekan. Ba'zi bir holatlarda deyapti, elektron money deyapti, o'sha mantiqiy evolyutsiya bo'ldi. O'sha simli transferlar orqali o'tadigan deyapti va bu yerda deyapti 19-asrda deyapti telegrafda keng foydalanishi bilan sodir bo'lgan ekan bu narsa. Ammo deyapti bunaqa transferlar deyapti har kunlik shopperlar uchun juda kam ta'sirga ega bo'lgan ekan. Endi bu yerda o'zi boshqa narsa shart emas. Demak, intangible money. Intangible degani ushlab bo'lmaydigan degani. Demak, javobimiz bunga 9 ekan. Oxirgisiga 9 olamiz. Xo'p, bu yerda endi paragraf yechishda nimalarga qaysi stillarni ishlatdik biz? Hozir endi mana shu paragraf, ya'ni tekstimizda ichida biz mana shu birinchi va ikkinchi tiplardan foydalanib yechdik. Ya'ni bu yerda urg'uli so'z orqali va sinonimlar orqali. General meaningga ehtiyoj qolmadi. Odatda general meaning juda ham kichik bo'lgan paragrafchalarda asqotadi. Ularda bir sinonim topish yoki urg'uli so'z topish nihoyatda qiyin bo'ladi. O'shanday caselarda general meaningda ishga solsak yaxshi bo'ladi. Hozirgi caseimizda esa hammasi aniq, tiniq berilgan ekan. Va endi demak bu yerda kuluvchi so'zlarni yozib ketishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, mana bu joydan keywords deb ketamiz. Keywords. Ya'ni biz topishimizga yordam bergan o'sha so'zlar. Demak, paper money bilan bu yoqda paper currency sinonim kelyapti. Birinchi bilishimiz kerak bo'lgan so'zlar. Keyingisi mana bu joyda advent so'zi bor ekan. Advent so'zi o'sha o'rnatish, qabul qilish degan ekan. Bizda mana bu joyda adopted degan so'zni olyapti. Adopted qabul qildi degan. Adopted. Okay, birinchi shaklda adopt bo'ladi. Keyingisi Knight Templar chiqarib tashlak. Recurrence bu umumiy ma'nodan chiqyapti. O'sha bir yo'q bo'ldi, qayta sodir bo'ldi va hokazo. Keyin scarcity so'zi bor ekan. Scarcity bu to'g'ri javob bo'lmadi, lekin paragrafda ichidan sinonim uchun olyapmiz. Scarcity bu shortage of degan so'z bilan sinonim qilib berildi tekst ichida. Keyingisi intangible so'zi. Intangible so'zi. Elusive so'zi. Elusive yoki electronic so'zlar bilan sinonim qilib oldik. Demak, mana shu ushbu paragrafda ichidan chiqqan sinonim
so'zlarimiz mana shular ekan. Xo'p, umid qilamizki, darsimiz tushunarli bo'ldi. Xo'p, qo'limizdan kelgancha tushuntirishga harakat qildik. Albatta, ushbu nimani yechishda ko'proq practice muhim hisoblanadi va bundan tashqari sinonim bazamizni yaxshilashimiz kerak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.